alış mana bir lömşimey. Yerip ketkende adam. Sana nime japa, sana nime japa. Uy, manandım adam bakken go. Uy canımda hemmisi adam var bugün. Uy, putum acaba ağır dip ottağıdaki yemi yok mu? Ayad orunduk bak ya Uy, otura. orunduk bakke. Uy, üzüklerimni qara. Nime japa sana. Putum. Ay muşundak egiz baş ayak giyip bir gün toydu judun ma canım dostum. Ha? Vay sana nime japa, qanda mı çıdıgan sen ay? Ağırıp ketdi cimo. Qanda çıdıdın. Adaş, mandakçı, çıdayımız. Bu Oy. digençi güzellik. Canım dostum, sen ya toy egiz bolmasan, oy bunca ola haşemet tiyasınıp sana nime koydu deymen go. Adaş, ma toy iyisi bolmagan bilençi sahip xan. Mandak sahip xan. Kömüdün manaş sahip xan xinimlarının aşmışında xanışlardek yasınıp qitip jüginni. Vay ködüm. Keç gündüz arzulagan vatanga qaytib kelib, mushunchalar bo'lgan o'zgarishlarning g'oyalaridan suyundim. G'oyalardan ichindim dostum. Adaş, bu digençi zamanның, cemiyetning, vaziyetning taraqqiyoti. Adaş, sana gep qilmadim. Putum pek ağrıp ketme, oturup olay. Oy putum. Ha, Adaş, nemege pek içinip ketdi, ha? Vay nimaga ichinatdim. Mushu nadik tayin yo'q so'rilarda isrof bo'layotgan vaqtdan mana mushundaq güzellik talish musobaqasidan ichindim suyumlik do'stum. Ma to'y qizi bugun bir chet qapti. Sen o'xshash sayibxonlar, nadi girim qo'g'izgan, nadi kiyimni ijara olgan, shuning bilan qapsizlar. Ma o'tirdi ishlayotganlar sanoqliqlar. Ay ishensang, men jinimda oy qaysinglar Arzugul, qaysinglar Zulfiya, men rostga qilsam faqat farq etmay qoldim. Hammanglar o'xshashqu. Oy canım dostum. Qara, mandak neçe yüz koy pulni şarak sanap toyuq bağandan keyin oy periladek yasınıp çok balladek bulup ma toyuq kelgen jigitlerning yurigiga bir gün bolsun ot yiqvag'imiz qoladi canım adaş. Güzellikni suyganning nari yomon. Oy ben yaman demedim canım dostum. Oy buncha ola hasham qilishning nima zaruriyati deyman go. Aqra girimlarining qiyinligiga. Hiç bir faydası yok bir işler bu. Uy, canım dostum. Sen bir mundaq bir chet-eldan kelgandek, chet-elda turib kelgandek gap qilsang bo'lmamdi. Bu deganchi madaniyat, güzellik. Oy, güzellik deb qo'y. Sening nazaringdagi güzellik mushundoq bo'lamda? Meningla emas, hammamizning shu. Hozircha adaş, munda qapaqlarimizni yodirimiz, qamshalarimizni chiqirimiz, lavlarimizni chektirimiz. Munda zinoqlarni chiqirib, oydek o'naq surimiz. Vi, adaş. Ay sen bir chet-elda turib kelgan bilan. Vay, is. Sana bir medeniyet degandin qilchilikmi shu. Hey, bir to'yga kelgandikim, mundaq bir ancha-muncha bir girimlarni qilib, bir yosinib kelsang bo'lmamdi deyman. Oy bir hech qanday girimni qilmabsa. Canım dostum, sening nazaringdagi güzellik bilan mening nazarimdagi güzellik o'xshamaydi da. Men qanday o'ylayman desang, mening nazarimdagi güzellik eng oldi bilan ishki sapasidan boshlandi deb o'ylayman. Shuning uchun u pardozxonlarga berib, soatlab girim qildirishning o'zi bir behojat, ortiqcha ish deb o'ylayman shu. Hey adaş, Ha, sening o chet-eldagi ayollaring güzellikni suymandike. Biz niyalarda jisa qara. Chet-ellarni bilmaydi deb qolma. Bizmichi obdan bilamiz. Sening o chet-eldagi xotinlaring suv uzish kiyimlari bilan hit qıpmadığı canım dostum. Televizorlardan ko'ryapmiz. canım dostum, men sana tanbih bermekçi emas. Hem özümüzün kızlarını ulağı siliştirmekçi mi emas? To'g'ri, o'zimizning bu nurg'un ortiqchilik taraflarimiz bor. Ularning ham shundoq. To'g'ri, bayatdan chet ellik ayollar girim qilmamdikan deb so'rab qolding. Qiladi, toza qiladi.
Lekin ular o'zi yarışımlıq, tabiiy, suz, nayt chiroyli girim qiladi. Qiyniq girim qilishni ular salomatlikka ziyonliq deb o'ylaydi. Bilamsa, tushuningmi gapimni? Uy, adaş. O deyinamı to'g'ri. Men mushu to'y to'ykunlarga berib, mush qiyniq girim qilgan kunimning atisi, mush yuzlarim qichishib adaş. Uşaq narsa o'ylab ketadi. Mana o'zingni his qilibsan-ku. Masalan, saxta güzellikni deb o'zimizning haqiqiy güzelligimizdan ayrilib qolsak qanday bo'ldi do'stim? Mana o'zingmi deding-ku. Masalan, ashunda qiyniq girimlarni qilding, terangga reaksiya qilding, qarab baqa terangning bo'lib ketganini. Reaksiya qilmaydi deb ayta olamsan. Mava endi qatadan qal degan gapmi bor? Şuna endi munda qatadan qilmayli deb el qatori qipshidi qo'chinim do'stim. Jinim ada shunda qilganingga tushliq mushunchalar hashamatli yasinib, to'yda biroz yigit bilan bir qo'lmi tang so'yinmay qaytib yanding mana. Oye, nim deydigan sadaş? Hozirgi yigitlarchi to'qigninki yurikini, toshqanning yurikini yeb cho'ng bo'lamdiki. Ya Allah, bir kun kechgacha biroz kelib, yuraklik oldi bir tongsiq tatib baqay demaydi. Jinim adaş, isit, lanet. Sen mushunda qetib yasinib olsang, u yigitlarmi aymidimmi qishingga kelamaz? Oy, kemmisin o kalıtsı yetişmeyi qağalla. Aytdaqi. Adaş, biz için qara hazır. O yigitler için yasınıp vermeyimiz. Ma özümüz için yasınımız deyine. Adaş, sen bilmeydiğe oxşaysa. Hazır bizning bu yerde güzellik kuruluşunu yol koyup, ma bizde güzellikni sıydıgan hanım kızlar için bop berdi deyine. Canım dostum, sen bu yasınıp tarınışını bu qandaqsız bir güzellik deb tushunib olgansan ha? Canım dostum, bu güzellik degan ishki jihatda o'zini kuchlantiradigan, ma bilim jihatda o'zini mukammalashtiradigan, o'ziga ishonadigan, ishki tashqi jihatda mukammal güzellik yarata oladigan, mushundaq güzel ayollardan bo'lishni talab qiladi. Sen faqat yasinish, tarinish bilan güzellik masalasini hal qilib bo'ldi deb o'ylamsan? Muşkitim, muşu güzellikim tüpeyledin. Yigitim bilan urushib qoldim degine. Güzelliging tüpeyildin, urushib qolding? Nima uchun? Qara adaş, ötkende bir savaq dişimning tuyu olgandı. Mening bir yaqin do'stim güzellik salonu açqan degine. Şu do'stimniki saloniga bassam, yengidin bir ko'ynak akeldiribdiki. Adaş beksatdan dehshat chiroyli degine. Keynim mishakcha uchiq ketdi. Mishagicha. O ko'ynakni kiydim. Girim deganni qildim. Vah, o'zim degandan faxrlanib, rasm deganga tushyapman. Aynak to'ymay qarayapman. Shu chaqda yigitimni restoran opirib qo'yg'ili. Salonga kelibdi degina, güzellik saloniga. Shuning bilan kiribdim. Qizlardan, "Voy, Nadira qani deb so'rab ketdi. Shuning bilan men yigitim bilan Parida ko'p ketganki men taniyamay qopti dedim. Voy jinim, mana men chiroyli qolib ketibdim. Asta. deb. Yinaga shundoq tatliq akilib, bog'inimni bilime, chiroyini bo'ronda qilib, siz men yaxshi ko'radigan Nadira emaskansiz deb qo'yib, oldiga qaramay bo'ronda chiqib bordi. Adaş, yiliqi qizlarning ichida dushmanimmi bor, do'stimmi bor, shundoq setleşdim degine. Bek ochig'im keldi o matoga. Shuning bilan qanday bo'ldi? Qanday bo'ldi? O, işte sendek matoni nerede dedim şu adaş. Telefon qilib nima deydi demaysa. Voy Nadira, medeni kiyim-kechaklarimizni kiysingizmi güzel bulalaysiz. Nima deb bundaq yasinib olasiz? Güzellik degan tashqi güzellikli bo'lmaydi, ichki güzellik bo'ldi. Mijozingizni anda qiling, mijozingizni bunda qiling, girimingizni anda qiling, kiyimingizni bunda qiling deb menga falsafa dars o'tganda telefon qilibdi. To'g'ri debdi-ku. Ochig'im nadin ketdiki. Oy, nima deydi Mamatto deb telefonni xo'shmi demay qo'yib yetib oldim. Adaş, mening chuchu qara. Sening yigiting uchun noyati durust yigitgan. Adaş. Lekin umugu yaxshi. Biroq shumush yozsansan faqat ko'ranmaydi meni. Uyey. Har qandaq yigit deganning o'zining qiz do'stining go'zal, chiroyli yasinib yurishini yaxshi ko'rdi, lekin sen oshirib etganda qilsa. Oshirib etsang albatta gapi chiqdi-da. Shundaqmi? Biroq bu qaytib kelarmi? Ansirmigina, seni uchun haqiqiy yaxshi ko'z cho'qim qaytib keldi. Oldi bilan qara, sen taqdirqingni sal o'zgartgin. Anandan keyin adab axloqimizga xos madaniy kiyingin.
Eng muhimichi tirishmasang bo'lmaydi adash. Ma bilimliklar tarafidan tezda shalinib ketib qolamiz. Uningdan keyin o'zing ishonishing kerak. Oq ko'ngilligingni yo'qotib qo'yma. Meningcha qara. Qalbi go'zal bir qizdan hech qanday birining ayrilib qolgisi kelmaydi o'jimu. Shundaqmi? Yigitdan seni haqiqiy yaxshi ko'rsa, cho'qim seni izlab keladi. Ma'qul adash. Buningdan keyin men bundaq bir madaniy go'zal bo'lishga tirishsam bo'ldi-ku adash. Ajab yaxshi. Qara adash, bugun bizning uyga ketaylik. Kutubxonamda shunda yaxshi kitoblar bor. Uningdan ikkimiz birlikda tang o'rganaylik. Qanday? Bo'lamdi? Ma'qul. Adash, biroq men kirpikimga bir ko'zimni beoram qilaverdi. Ya Allah, yelimi beyaram bo'lmabsan. Jura uyga borganda pak-pak suyutimiz. Asta. Adash, mashina to'saylik.